Assalomu alaykum do'stlar, zo'rmisizlar? Qaranglar qanday chiroyli manzara. Bir taraf soy, bir taraf tog' deganday. Bizda bugungi videomiz Xo'ja Mayxona tarafga yo'l oldik. Xo'ja Mayxona bilan sizlarni chuqurroq tanishtirishga harakat qilaman. O'zim bilganimcha aytib beraman. Juda chiroyli joylar, kenglar. Tomosha qilib ketasizlar, videoni kuzatib boringlar. Şu qarab turganlar bitta podpiska qilib qo'yinglar iltimos. Qiyin emas-ku. Bir podpiska bo'ldi. Xohlasang kommentariy yozib ketinglar. Hozir biz birinchi boradigan joyimiz Boysun tumanida Kiraverishda joylashgan, u ham Chinor. O'zlaring bilasizlar, Chinor degan o'zining qatiqli osh, keskan oshlari bilan Surxondaryoga tanilgan. Bu yerda juda katta Chinor bor. Hozir tanishtiramiz sizlarni, ko'rsataman. Chinordan chiqib, xudo xolasa Xo'ja Mayxonaga boramiz. Endi Xo'ja Mayxona 15-asrlardan barpo etilgan joy. Bu yerda suv ostidan chiqayotgan suvlar, keyin ziyoratgoh joylari bor. Mana shu ziyoratgoh joyida Ali roziyallohu anhuga tegishli deb aytadi. Qancha chin, qancha yolg'on uni bilmaymiz. Shunday gaplar bor, u qishloq ahli aytadi shunday deb. Xo'ja Mayxonadan chiqqandan keyin videoni kuzatib turinglar. Omonxonaga boramiz. Omonxonada yangi qilko'prik qilingan ekan, eshitgan bo'lsalaring. Shu qilko'prikdan o'tib, xudo xolasa qaytamiz. Hammasini sizlarga tanishtiraman. Qilko'prikdan o'tish qancha, narxlari qancha. Biz bilan birga bo'linglar. Podpiska qilib qo'yinglar, kommentariy yozinglar, kim qayerlarda bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar, M39dan Surxondaryo tarafdan ketib chiqqanda M39 bilan borib, Chinordan o'tib o'ngga burilasizlar. Men o'zim ham olib bormaganman, odamlardan so'radim. Podpiska qilib qo'yinglar. Rahmat hammaga. Kuzatib qo'yinglar videoni. Do'stlar, mana Boysun qishlog'i boshlandi ekan, shu yerdan boshlanadi. Yo'llardan ham bakalashkada suv sotadi. Suvni G'o'rim buloq suvi deb qo'ygan. G'o'rim. Mana Boysun bahor G'o'rim buloq suvi. Bu suv shifobaxshiymiş. Qaranglar, faqat suv sotadi, 5 litrlik. Mana shu buloqdan keladi toza suv. Mana Xo'ja Mayxona suvini ham yaponlar kelib tekshirganda dunyodagi eng toza suv deb aytgan ekanda. Yapon olimlari kelib shuni ilmiy tashkilot bir narsaga o'tkazgan. Tarkibidan tilla bilan oltin gugurt moddasi bor ekan suvning tarkibida. Shuning uchun hozir Xo'ja Mayxonaga borib, mana suvdan ichamiz. Sizlarga ko'rsataman. Kuzatib boringlar, like bosinglar. Aytaveramiz endi like deb. Odamlar murojaat etdi. Juda chiroyli mahalla ekan. Salqin, havo toza. Lekin bir narsaga tan berdim. Radar juda ko'p ekan. Radariston ber. Mana. Yana bitta radar turibdi. Ehtiyotli paydanglar. Tezlik 70. Bir xil joylar olmish. Vasnondan 70 bilan yurasizlar-da. Mana 70 ko'rsatib qo'ygan. Biz 77 ketib boryapmiz. Do'stlar, Gazak degan joyga yetib keldik. Mana qaranglar-da. Tog'ning o'rtasi. Tog'zona. Lekin молодец, otasiga rahmat. Qanday chiroyli masjid qilibdi. Yo'lovchilar uchun shu yo'ldan kelib namoz vaqti bo'lsa kirib namozlarni o'qiyverasizlar. Chotk qurgan. Tak do'stlar, mana sayrob ketib keldik, sayrob.
Ben aytdimki qatiqlash sotadigan joy. Keskan osh, qatiqlash, oshning oshi degan yani odamlar qaranglar. Ey, вообще zo'ratib. Qatiqlashamiz. Tak, do'stlar, qatiqlash zakaz berdik. Qatiqlashmi? Nima deysizmi buni? Keskan osh. Keskan. Keskan osh. Juda chiroyli joy mana. Sayrob. Daraxt qanligini ko'ryapsan. Ichim maktab bo'lgan vaqtda. Murch qalanqu ichiga. Kushi dochka. Tamam, bir pirojki zakaz berdik mana bunday. Sep ko'ramiz. Bismillah. Qan bo'lsa aytasizlar, uka. Yok bu yemeğim benim. Mana. Hamda ovqat. Og'ir emas, moysiz, parhez ovqatda biz do'stlar. Hammaga yoqimli ishtaha. Mana qatiqlash uchun bitta like. Tak, do'stlar, mana shunday chiroyli o'tiradigan joylari bor. Nima edi bu yerda oti? Qarach. Qatiqlash sotadigan joy. Mana keskan osh. Qaranglar, tog'dan tushib turibdi mana suvlar, samoxod. Qanchalik tiniq. Men o'g'lim cho'mila. Mana karavotlar qo'yilgan, mazaqiy dam olib ketadigan joy ekanda. Endi tabiat, manzara prosta udar. Mana yomon katta daraxt ekanlar. Shu chinor uchun chinor deb aytadi-da. Manzara prosta super. Ha, chinor. Ha, chinor deb aytadi-da, chinor shuni. Qalligini qarang. Chinorni qanligini qaranglar do'stlar. Yo, mana. E'tibor qilish uchun men ham bir maydonimmiz. Chinorni oldiga qarang. Ko'ryapsan. Shunchalik katta chinor. Tomosha qilinglar. Bunisi gazak ko'chasi oldi, men ham gazak ketyapman. E'tiborlaring uchun yog'ochdan qurilgan uy. Yog'och ichi. Yog'och ichiga o'tiribman. Qoyilmisizlar? Daraxtdan uy qurdi. Yenidan beradimi? Topilmalar necha yillik. Mana bu uchiq qilgan. Qoyil. Shu qurimay o'sib turibdi-da mana shu daraxt. Tomiri ketganmi? Tashqariga tushiramiz. Tak, do'stlar, mana shundan ikkita urdik.
o'nta pirashki, choymi arzongina mana 45 ming. Tangaga 1,5 ming tanga bo'ladi. Kelinglar. Birtasi kelyaptilar. Tushgan joyda. Ayting dedi. Bo'ladimiz shu dedi. Arzon dedi. Haydi puliga yarashadi bu. Mana manzara. Tog'da ostiga joylashgan. Endi bashi shahar joylarida hozir 40-41 gradus bo'lsa, bu yerda bashi 25-20 gradusda havo harorati. Chotki. Issiq emas. Jon kuzatib boringlar, layklarni ayamanglar. Endiki navbat Xo'ja mayxonaga yo'l olamiz. Bu daraxt ko'rlaring qancha katta daraxt. Ichida maktab bo'lgan vaqtida. Suv sotyapti. G'urim buloq suvi. Mana ham bor ekan maktab. Kichkina. Shularga nima qiladi? Videoni kuzatib boringlar. Chinordan chiqdik. Xo'ja mayxonaga qarab yo'l olamiz. Deydi. Darband. Burildik. Darbandni bilasizmi? Ashna mahalla. Cho'nchdan chiqib boramiz. Do'stlar, qaranglar qanday yo'llardan yuribmiz mana. Sizlar uchun nimalar qilmaymiz. Mana shu ikkita tog'ning orasida hozir kiramiz bor. Ko'rib turibsizlarmi? Lekin qishloq juda chiroyli joyga joylashgan ekan. Past baland. Qanday uylar solib qo'ygan ko'ryapsan? Tepadan yo'lmaydi. Молодец. Non pishirib sotyapmiz. ikkita mashin bir-biriga kelsa, bu yo'ldan sig'maydi. Qanday qurgan. Yo'llariga besh ketdim. Qaranglar, uskunligini qaranglar, mana sig'maydi mana. Ikkita mashin, mana stena. Mana stena. Ikkita mashin bir-biriga kelsa, где-то 700 metrlar shunday qilingan. Keyin mana asfalt o'yilibdi. Juvonlar o'ylari raskaska. Kontak analar ketdi. Skala. Manzarani qaranglar do'stlar.
Qara, yo'q qara. Boshlandi mana. Shu yerdan boshlab tog' orasiga dara. Xo'ja mayxona ikki darani o'rtasidan kirib boriladigan yo'lda. 15-asrlardan boshlangan. Yer ostidan chiqayotgan suv bor, hozir borsak ko'rsatamiz. Aytishlaricha 10 kilometrga cho'zilgan suv ekan. Uni ostiga yetmagan ekan. Dam olish joylari, hovlislari. Oilaviy oddixga yaxshi ekanda bir. Nega bir narsa sotib, tandir go'sht sotyapti do'stlar. Orada tandirlar turibdi. Tandir go'sht sotyapti. Qanchadan bu? Anes 300. Birini olamiz. 5000 qaytaring. Ha do'stlar, tandir go'sht yo'lda tasodifan uchratib qoldik. Qaranglar. Avvaldan bor, he? Qanaga 10 minut bo'ldi aka. Qanday chiroyli pishgan. Avvaldan bor. Yavaş ketasiz. Tak do'stlar, mana yeb ko'rishga olyapmiz hozir. Hidini shiderskiy. Bir 60 ming qolaversin aka. Ha, shu go'sht 160 ming so'mga chiqdi. Где-то 7000 tanga. Asroga o'lim borda. Hozir kentaladan beri qovurilgan go'sht berdi. Ebad o'ziga. Ha, bu yoqda o'zimi? Kentaladan beri qovurilgan go'sht berdi. Xudoyiga borgan edik. Qovurilgan go'sht yemaydi. Ayting go'sht ko'rganlarga. He, zach beray. Nechi pul bersin sen? Hey, baba, yana. Zach beray. Tak do'stlar, qaranglar. Tandir go'shti yeb bo'ldik, chotka ekan lekin. Молодец, rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Mana bu исторический памятник Gora Machay. Machay tog'i deydi. Mana qaranglar, biz o'tgan joyda tog'ning ostidan o'tasizlarda. Yon boshimizda buloq. Mana. Tog' yorilgan. Qoyilmisizlar? Kelinglar, ko'ringlar. Aytib tushuntirish qiyin. Endi mana go'sht просто super. Unday ta'm ko'p yeganman men tandir go'sht, lekin buni ta'mi boshqacha ekan. Mягкий, сочный. Tuzi, qo'shilgan ingrediyentlar hammasi joy-joyida. Ko'rib turibsizlarmi? Qanday joydan yurimiz? Tog' osti. Xo'ja mayxona ziyoratgohi, xush kelibsiz. Mana shu o'tkazorak zilda kattaroq mashina ekan. Xuddi erta kiyganday bo'lib qoldi. Buni qaranglar-da. Buni men kinolarda ko'rganman-da bu narsani. Bu haqiqatdan bor ekan-da. Izlasang topasizlar.
Mana bu joylari va tushuntirishdi o'zi. Mana qarang. Moshinda qaranglar. Ana. Keldik. Mana dam olish. Hamma dam olyapti. Bitta biz dam olishga kelmayapmiz. Video qilishga keldik deymi? Просто super. Ana o'tiradigan joyni qaranglar. Hech gap yo'q. Так, do'stlar, manzara просто super. Hamma xohlaganday dam oladi. Tog'ni ostidamiz. Tak do'stlar, qisqacha tushuntirib ketadigan bo'lsak, Xo'ja Mayxona ziyoratgohi 15-asrlar Boysun tumani Darband qishlog'idagi katta darada joylashgan. Mozorning atrofida qalin daraxtlar o'rilgan, ana yerlarda turibdi, ko'rib turibsizlar. Mozor bor. Mana bu mozorda aytyapti. Mana yerda zov bor, zovning tubidan katta hajmdagi suv chiqadi. Bu suvning chuqurligi aytishlariga qaraganda 10 kilometr ekanda, juda chuqur. Mahalliy aholi orasidagi yurgan rivoyatlarga ko'ra qaraganda mana bu turgan ziyoratgoh Hazrati Ali roziyallohu anhuga tegishli deydi. Bu qancha chin, qancha yolg'onligini hech kim bilmaydi. Hazrat Ali roziyallohu anhu o'rtasiga kelmagan bo'lsa ham Alaviylar bilan bog'liq qarashlar ko'p tarqalgan. Imom roziyallohu anhuning anolarida o'zining og'ayinlari qisqacha tushuntirganlar. Shu ko'p keng tarqalgani uchun shunday deb aytiladi. Mana bu. Mana bu yerdan suv chiqadi. Xo'ja Mayxona bulog'i deb yozib turibdi, hozir ko'rsataman. Buni ostidagi suv 10 kilometr pastdan chiqadi, noma'lum. Qayerdan chiqishi buni hech kim bilmaydi. Yapon olimlari suvni tarkibini tekshirgan, dunyodagi eng toza suv deb aniqlangan ekanda. Buni tarkibida oltin, fosfor kabi moddalar bor emish. Mana shu qisqacha o'zimiz bilganni sizlarga aytib ketyapmiz. Kelib ko'rishlaring mumkin, juda chiroyli joy. Ziyoratgoh mana shu tepalikda joylashgan.
Bu ham bir tabiatni o'zini anolarida o'zi ko'rsatgan mo'jizalar deydimi. Mana shu mana yer ostidan chiqadi mana shu. Tiniqligini qarang, qancha tiniq toza. Ana Sangardakda 1100 zinaga chiqmadik, ko'p gap bo'ldi, bu yerga chiqaylik endi. Zalga borish kerak. Charchamaysizlar. Oh. Ha, ostiga taqdi. Oh. Chiqdik. Ko'rlan qayerdan chiqib keldim. Mana shunday bu yoqqa ham ketavergan. Ko'ryapsizlarmi, do'stlar? Вообще. Короче, shaqa bo'lsa bo'ladi, mana. Chiqib mana eshitsa bo'ladi. Aynan. Biroq biz bormaymiz, biz bu yoqqa ketamiz. Biz mana yoqqa chiqamiz. Keldim, Dakanza chiqib ko'rsam sizlarga. Podpiskani ayamanglar do'stlar. Klass, like. Chiqqanimizni hurmat qilinglar. Yana ham teparoq mana. Videoni kuzatib boringlar. Davom etadi videomiz. Hozir bu yerdan chiqib Omonxonaga boramiz. Bu yerga sal boshqacharoq yozibdi. Xo'jamayxona ota ziyoratgohi deydi. 11-21-asrlar. Bu aslida 11-asr emas. Biz o'qiganimiz balki 11-chi bo'lar. 16-asrdan boshlab, 15-asrdan boshlab bir farq bor. Xo'jamayxona oti bilan atalganda maydan suv chiqqan, keyinchalik o'zlashtirilgan, o'ralgan. Mana do'stlar, qisqacha ko'rsatib ketayim. Mana shunday ko'rinishga ega. Ha do'stlar, Qur'on tilovatimizni qildik. Endi sekin qaytib tushamiz pastga. Hozir endi videoni kuzatib boringlar. Shuni ichiga kiramiz. Suv qayerdan qanday chiqayotganlarini men sizlarga tanishtiraman. Podpiska, like sizlardan, video bizdan.
Videoni to'xtatib turamiz, tushgandan keyin qo'shamiz. Tushish yengil ekan chiqishdan ko'ra do'stlar. Chiqishga qiynalib edik, tushishga mazza. O'zi olib tushib qo'yadi. Lift bor-da, mana qaranglar. Qanday chiroyli lift qurilgan. Osma ko'priklar. Hoppa. Hey, suvda oqish zo'rda. Yo-mayo. Og'irimizda 100 kiloni suv bo'lgandan keyin ko'pirlar o'ynab ketyapti. Suv ko'rilaymi? Mana yerdan chiqadi suv. Mana yerdan kirib, yo'lni bu yoqdan chiqib ketyapti. Toza suv. Va do'stlar, ichkari yopiq ekan, kiramiz dedik, ochib olmadik. Mana suv mana shu yerdan chiqadi, ko'ryapsiz. Buni ostidan hali hech kim bilmaydi, qayerdan suv kelayotganini topolmagan. 10 kilometr chuqurlikgacha aniqlangan, nariyog'i aniqlanmaganda. Bismillah. Yaxta ekan. Saladinga buni yoqlatmaydi. Judayam yaxshi ekansiz. Mana shu uchun bitta like do'stlar sizlardan. Kuzatib boringlar, hozir Omonxonaga qarab yuramiz bu yerdan chiqib. Videomiz davom etadi. Biz bilan birga bo'linglar. Like, подписка. Tak do'stlar, Xo'jamayxonadan chiqdik. Chiroyli joy ekan, suvlar judayam muzdak. Qo'l. Mana cho'milyapti birodar.
cho'milsa ham bo'ladi. Mana shunday o'tdi. Uyda o'stira olmaysizlar. Stenaga ona qarab, o'zi o'sib, tabiiyda bu yerda mana siz ko'ryapsizlar. Manzara. Ha, mana yoqda yana bitta most bor ekan. Biz endi to'g'ri dalish ketyapmiz, qaytamiz hozir orqaga. Omonxonaga borish uchun orqaga qaytish kerak. Ya bu yoq, mana joylarni qarang. Dam olish joylari juda ko'p ekan. Xohlagan joyga kelib dam olaverasizlar. Narxlari odamga, har bir odamga 50 ming so'm ekan mana. Shunday kravat olasizlar. 6 odamdan yuqori bepul 300 ming so'm. Shuga yotib qolsa ham bo'ladi. Manzara endi просто udar. Qarang qanday chiroyli solgan. Yo'llarda. Labirint. Tandir go'shti og'irlik qildi. Mana ko'ryapsizlarmi qanday joylar? Manzarani qaranglar. Kenglar, damdonglar nima qilib yuribsizlar sizlar? Ayniqsa Rossiyadagilar. Olam 3 oy, 4 oy, 5 oyda bir kelish kerak edi. Mana shu joyga chotki damda olib ishlaganlaringni hammasi chiqib ketadi-da. Mana qaranglar-da bu manzara. Endi havo просто super. Issiq emas. Где-то 18-17 gradus. Mana daraxtzorning ichi ham polni dam olish joyi. Odamlar maza qilib o'tiribdi. Bu hayotga keldim bir dam olayin deb kelgan odamlarda bu. – 2019'da kelganimda bunchalik emas edi. Men 2019 kelganman. Bu darajada rivojlanmagan edi. Hozir вообще boshqacha bo'ldi. Tak do'stlar, bir mana shu joyga to'xtadik. Endi men shuncha keldim, bir cho'milmasam bo'lmas.
Açıyormulamiz. Ko'rib turibsizlar. Odamlarni orti uzilmaydi. Kelaveradi, ketaveradi. O do'stlar, kelin kuyovlar. To'yga ham kelar ekan bu yerga. Tomosha qilamiz. Kelin kuyovlarni. Привет, о, невеста, вот, смотри. Привет, скажи, привет. Havo endi prosta super. Juda salqin. Kelin kuyovlar. Probkadan chiqib oldik. Endi odamni ket uzilmaydi. Qanish bunday chiroyli joyga hamma keladi. Kelinglar, sizlar Rossiyadan turib qaravermaydi. Kelib mazza qilib tomosha qilib dam olib ketmaysizlarmi? Chotki gap bo'lishini bilamiz. Yo'l prosta tog'ning ostiga joylashganda. Bunda e'tibor berib qarasalaring, tog' yovib turibdi. Tepamiz tog'. Qaranglar. Bo'ldi, tog'da ostida o'tasan-da mana. Tak, videoni kuzatib boringlar, like ayamanglar. Endi hozir Omonxonaga yo'luramiz. Tak, do'stlar, Omonxonaga yetib keldik mana. Omonxona mana shunday ko'rinishda. Mos solingan ekan, mos. Mosni o'tamiz. Yo, may. Biziklar ketib boryapmiz. Keling aka. Biz almam. Yosh bolalarga olmaysizlar, ha? Tak, do'stlar, mana bu ko'prikdan o'tib qaytish 10 ming so'm ekan. Katta odamlarga, yosh bolalarga olinmas ekan. Eslang tuting, mana Omonxona. Zipline qurilar ekan deyvering. Shega zipline qurilar ekan, lekin hozir ishga tushmagan, baribir 10 ming so'mdan to'lab o'tasizlar. Men ko'taram, necha kilogacha ko'taradi? Ay, mana 10 tonnalik tros qarang. 3 ta berganmiz 10 tonna. Ya, mana bu temiringiz. Ha, ko'taradi bu. Bismillah deb haydaymiz endi. Qaytib chiqsak, eson-omon. Men og'irligim o'ynab beryapti, mos. Asta-asta yurish kerak. Men yugurib o'taman-da, oldida odamlar o'ynatib. Qaranglar qanday. Ko'ryapsizlarmi? Shunday mos bor ekanda. Hech qanday konstruksiya yo'q. O'ng. Hozir mosni o'zini qurib qo'yibdi. Past ko'ryapsiz. Men og'irligim buni o'ynatib beryapti-da. 100 kilodan o'tib ketibman-da. Ha, manzarani tomosha qiling. Omonxonaga kelasam, mana shu mosni o'tasizlar. Oyoqlaring dosimani qaranglar, nimadan qilib qo'yibman. 2 ga 2 anondan qilingan 3 ta tros. 10 tondan ko'taradi deydi. Men tez o'taman-da, biroz oldindagilar o'ynataverayman-da mosni.
Mos ikki tarafga o'ynaydi. Hech narsa ushlab turgani yo'q. Qani troslar bilan tortib qo'yibdi. Qoyilmisizlar? Mana shu Omonxonada Boysun tumani. Ana ochilgandan keyin mana yerdan zipline bilan chaqirib uchar. Mana bunday qilib uchardim. Tabiiy bir 70 kilolik bo'lsang yugurib o'tib ketasan. Qachlayni aytolmayman. Hozir eng chuqur joyga kelamiz. Pastlik где-то bir necha metr, 30 metrlar bor. Eng chuquri. Mana shunday ushlab o'taverasan. Ko'ryapsanmi? Men o'rtasiga kelmadim. Hozir o'rtasiga o'rganda aytaman. Bu ham bir qiziqda. Ha, mostdan o'tib qaytish. Yo'q, qo'rqinchli emas unday bir. Qo'rqadigan hech narsa yo'q. Mana men hozir eng o'rtasiga kelyapman, do'stlar, qaranglar. O'rtasi ostidan ko'ribsan, men qanday ketib borayapman. Ko'ryapsanmi? Troska baylab chiqqan ey, qo'ylik. Bunday to'g'ri qarab yursan qo'rqmaysizlar. Pastga qarab yursalaring, qarang, ishonmaslar, qarang. Bu aylanib ham ketishi mumkin-da, mos. Ko'ryapsanmi, qanday o'ynayapti, past. Toshlik. Hek orqadan ular kelib shular o'ynatgan ekanda. Mos bunday chappa bo'lishi mumkin-da bergan, mos oshi apasni. O'g'ayna bir taraf o'ynaydi. Tomosha qilinglar. Hozir eng chuqur joyga o'tiribman mana. Oyog'imni ostida tomosha qilinglar. Yo, men bu yerdan o'taman deb o'ylamayman. Voh, shu qo'rqinchli. Mos bir tarafdan aynalish mumkin-da, uzilib ketmaydi. Yana bir sim bilan bo'lib qo'yman, qarang. O'zbekiston bu. Qo'yilmisizlar? Dizayn prolkini aynatib bergan. Shu ustidan odamni garaj beni o'tish uchun odam ana o'qish kerak-da, boray. Garaj men o'taman degandek. Ketsam ketdim, qolsam qoldim. Tak, do'stlar, men ham bir narsa olib ichdim. Mag'aylar o'qib olasizlar to'xtatib. Mana. Qarang. Bir qutni ichib edim, vobshe achchiq ekan. Mana shu narsadan tayyorlanadi. Bu nima dedingiz buni otini? Qora sedana. Qora sedana. Biladiganlar kommentariyga yozinglar. Davo deydi, men yozib qo'ygan. Mana shuni oldim 75 ming. 1000 dardga davo ekan mana. 75 ming so'mga shuni oldim. 1 litr 300 ming ekan. Bir choy qoshiq dedim men. Ana bu ko'rgan qursin deb bir kish ko'rib edim. Bo'lmas ekan. Shuna kelasizlar Omonxonaga o'ng tarafga mana kiraverishiga. Shu yerdan shuni sotib olasizlar biratdan. Ismingiz nima? Doniyor. Doniyor degan biratdan. Zakaz bersam bo'ladi-a? Bo'ladi. Nomeringiz? 93 767 44 46. Telefon qilsalaring birat yetkazib ham beradi. Tak, mana do'stlar, Omonxona degan joy shu joy. Dam oladigan joylarda gazning sanatoriya. Sanatoriya. Ha, mostdan o'tdi bir bola qilib. Qaytib keldik, cho'tib qolmasa. Zipline tushadigan joy.
Podpiska qilib qo'yamiz, layklarni ayamaymiz do'stlar. Sizlar uchun shu mostdan o'tib qaytdim, lekin o'tmasa endi. Do'konlar qurilganda, lekin savdo yo'q. Endi qurilyapti menimcha yangi holat. Shu Amonxona sanatoriyasi degan joy shu joy bo'ladi. Kuzatib boringlar. Hozir ichkarilar tushiramiz. Birinchisi tugadi videomizda. İkinci şahsda da polni Amonxonani ichkarisi bilan tanishtiraman.